Assalomu alaykum qarindoshlar. Siz algebra yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning birinchi qismli darsimiz. Bu yurish darsimizning asosiy maqsadi biz hozirgi eng ilg'or texnikalar ishlatish uchun, masalan, mashina o'rganish, sun'iy idrok, cho'nqur o'rganish degandek sohalarda cho'qim o'rganishimiz olmaydigan matematikaning bir turi siziqli algebra ustida to'xtalishga qaror qildik. Hamda to'liqsiz to'liq o'tirgan matematikasi bilan hozirgi fan texnikaning o'zidan chiqilmaydi. Qanoatlantirmaydi. Shunga siz agar eng ilg'or, ya'ni hozir navbatdagi 4-qism sanoat inqilobida texnikalarga yetishib o'rganib ma'lumot desangiz, cho'qim o'rganadigan bir fan bu, siziqli algebra. Oddiysi, masalan, sun'iy idrok yoki cho'nqur o'rganish yoki bo'lmasa, mush kamera orqali chiroy to'ntirish yoki harakat to'ntirish texnikalari bo'lsin, qaysini o'rgansangiz yoki shug'ullansangiz, onun başqa nurgun sohalar bor. Men faqat mush kompyuter sohasini misol qilyapman. Undan boshqa qurilish, fizika, hatto ximiya nurgun sohalarda buni qo'llanishga intayin kuchli. Mush siziqli algebra matematikaning mush bir qismini o'rgansangiz bir fanni. Ulardan kompyuter texnikangiz bo'lsa-mu, alqiyolmaysiz, to'xtab qolasiz. Murakkab shu algoritm tushunsangiz, aqsiki matematik formulalarni undan bo'sib chiqilmaydi. Unda asos siziqli algebra nima deganda Mushu siziqli tanlimlar ularning o'zgarish xususiyatini tadqiq qildi. Masalan, siziqli algebra mush bo'shliqdagi aylanishni tahlil qilishga, kvadrat yoki tutashtirilgan farqli tanlimlarni hal qilishga, undan boshqa 3 nuqtadan o'tadigan chambarni aniqlashda, undan boshqa degandek matematika, fizika, qurilish, kompyuter sohasi, nurg'un sohalarda amaliy masala tadqiq qilishdi. Biz buni o'rganmay turib, hozirgi eng yangi texnikalarga mumkin emas kiramaymiz. Programma bo'lsangiz yoki ochiqchi yoki sinig'uvchi bo'lsangiz, u intayin tuvan qismi. Ham yuqori qismiga o'zingizni takomillashtirmoqchi bo'lsangiz, cho'qim buni o'rganish kerak, siziqli algebrani. Buni men bir amaliy misol olsam, ikki noma'lumlik tanlim degan y-dan x-ning kvadrati, masalan, bu ikki noma'lumlik qo'yib, ikki noma'lumlik tanlimi. Undan boshqa 3 noma'lumlik tanlimini o'rgangan. Noma'lumlik tanlimi. Masalan, x1ning kvadrati qo'shilgan kosinus x2 olimiz 2 i x3 darajasi shunami? Tan 5. Masalan, bu ikki noma'lumlik, 3 noma'lumlik tanlimdan o'rgangan. Bu nima degan chaqda, bu bizningki hozirgi siziqli algebraning tadqiq qilish doirasi, qo'llanish doirasi bularni o'tishganmaydi. Chunki bular bir qadar murakkab va qo'llanishligidan tuvan bularniki. Bizning o'rganmoqchi bo'lgan bu siziqli algebra, ya'ni o'zimizning siziqli tanlimimiz qanday bo'ldi desanglar. Siziqliq tanlimi. Bizning siziqli tanlim qanday bo'ldi desak, 2x1 olimiz x2 qo'shimiz x3 dan 8. Ya'ni buning darajasi 1 bo'lgan. Sinus, kosinus yoki 3-daraja, kupe, 4-daraja degandek bunday murakkab emas, faqat darajasi 1. Qancha noma'lumlik bo'lishidan qat'iy nazar, ammo darajasi 1 murakkab emas. Chunki buning qo'llanishchanligi intayin yuqori, amaliy turmushda qo'llanishchanligi intayin yuqori. Bizning siziqli tanlim ham shu. Bizning siziqli algebrada tadqiqot obyekti ham shu. Endi bundan qanday qanoatlantirgan javob bo'ldi. Masalan, ma'ni qarasanglar, ma'niga buni yechsak, cho'qim bir yechim bo'lishini atayin. Masalan, taxminan desam, x1 4 bo'lsa, 4 nima x1 bo'lsa 8, shunami? Shundan qolgan x2 x3 tan 0. Tanlimning qanotlarini ega qildi, shunaqa. Undan boshqa, masalan, x1 0, x2 0, x3 8 olsun bular. Bunun nurg'un qanotlangan javob bor. Hamda biz ba'zida qanday bu turmushimizda har qaysi selishtirish uchun men saldirib amaliy misol berman.
birlam sızıqlı tanlamdan tuzilmaydi. Bizning yechmoqchi bo'lgan masala. Nurg'ulg'on sızıqlı tanlamdan tuzilib, bir sızıqlı tanlama sistemasini barpo qildi. Ya'ni nima deganda? Sızıqlı tanlama, mush sızıqlı tanlamaning sistemasi. Sistemasi. Bu qanday bo'ldi desak, masalan, mush o'xshashni olsam, masalan, 2x1 qo'shmas x3 bo'ldi. O'rnalashib ketsa chiqsa x2 dan 8 x1 qo'shimiz 2x2 qo'shimiz 3 x3 dan 9 3x1 masalan olamiz 0 x2 0 bo'laverdi. Olamiz x3 dan 3. Mushular hammasi birlikda qanday nima bo'ldi desanglar, bir sistema, siziqli tanlam sistemasini hosil qildi. Bu nima degan gap desanglar? Cho'qim bizning x1, x2, x3 yoki qaysi bo'lishidan qat'iy nazar, ma'noda x1 necha bo'lsa, ikkinchi tanlamda x shuncha, x1 shuncha, uchinchi tanlamda x1 shuncha qanoatlantirdi degan gap javobi. Hamda ba'zida x oldidagi son 0 bo'lishi mumkin, yo'q bo'lishi mumkin. Masalan, men 0 ulab 2 san qolib qoldi-ku. Endi biz buning turaqli iboralarni yoki atalg'isini bir tushuntirsam, ma'vo nima bo'ldi desak, bu variable bo'ldi. Bu o'zgarishchan miqdor. O'zgarishchan miqdor deymiz yoki noma'lum. O'zgarishchan miqdor. Bu o'zgarishchan miqdorning oldidagi sonni biz koeffitsient deymiz. Koeffitsient. Shuna o'rgangan biz to'liqsiz o'rgangan chaqda koeffitsient. Endi ma'vo son nima bo'ldi desanglar, turaqli son bo'ldi. Turaqli son bo'ldi. Masalan, shu hammasining qanoatlantirgan yechimlari bor. Masalan, buningda x1 dan 2 x2 dan -1 x3 dan 3. Masalan, shu qanoatlantirdim shu. x1 ni qani 2 ni mush x1 ni o'rniga qo'ysak, 2 4 shunaqa. x3 4 7. Ma -1 minus oldidagi minus bilan 8 bo'lib ketadi. Sol tarafim 8, o'ng tarafim 8. Mushlarni yana mushni qo'ysakmi, ma'ni o'rniga qo'ysak, men 9 bo'ladi, sol tarafim. Ma'ni qo'ysak, yana 3 bo'ladi. Hammamiz qanoatlantirdi demakchi. Mushlar yechimlari bor buning. Unda esa buningki biz siziqli algebrada buning bir formulasi bor. Hammamiz birlikka kelgan. Yana siziqli tanlam sistemasiningki formulasi. Bu qanday desanglar? Umumiy holatda a11 x1 qo'shimiz a1 2 x2 qo'shimiz a1 3 x3 qo'shimiz a1 4 x4 degandek, buni cheksizlikcha bordi. Ham cheksizlikni matematikada 3 tal siziqlar bilan ifodalaymiz. Qo'shimiz eng oxirgisi nima bo'ldi? Shu birinchi qurdan, yana men 1 degani, birinchi qur demoqchi-da. Bu sistemasida birinchisiniki. Ya'ni n ning darajasi shunaqa. X ning daraja emas, xn. Tang qanda? B1. Bu birinchi tanlama. Mushuni tushudi. Nima bu? Mushular. Endi ikkinchisi qanday? A21 x1 A2 x2 qo'shilgan cheksizlikcha qanday qo'shimiz? A2n xn tang b2. Buni ham pastga ham yozaversak bo'ldi. A31 x1 qo'shilgan A41 x1 qo'shilgan degandek. Bu cheksiz damlashqachqa buni qanaqa qo'ysak bo'ldi? 3 chekitlarni damlashtirib qo'yamiz. Eng oxirgisi qanday? M.
1 x1 qo'shimiz a m2 x2 adam miyami cheksiz tushadi-ku. Qo'shimiz cheksiz qo'shiladi. Qo'shimiz a m n x n mami cheksiz tang bm. Ada mami cheksiz. Mana mavi bizningki asosiy formulasi. Mana shu dal siziqli ta'minot sistemasining formulasi. Ham buningdagi shu a koeffitsient oldu. Ma x qanday noma'lum san yoki o'zgarguchi. O'zgarishdan turaqsiz bo'lgan, qolgan o'zgaraydi-ku. Turaqliq emas bu, o'zgaraydi, o'zgarguchi yoki noma'lum. Miyatki b nima? Turaqliq san. Bu turaqliq san bo'ldi. Mana shu qanday bizningki siziqli ta'lim sistemasininki umumlashtirilgan formulasiymiş. Hamda bu qanday amaliy ishchanlik va bizningki bu nimaga asosan buni ishlatamiz desak, men bir amaliy bir misol olib bersam. Men bir yangi bir bet açay. Masalan, 3 odam bor deylik, Mehmet, Samat, Rana. Bular 4 xil mahsulot sotib olmoqchi. Sopon, üzüm, alma, go'sht. Hem de iki dükkan var. Birisi İntizar Tarla Bazarı, hem birisi Abdülhamit dükkanı, Abdülhamit'in dükkanı. Hem de bunların bahası okşamaydı iki dükkandaki. Mesela Sopon İntizar Tarla Bazarı'da bir yarım tilla, Abdülhamit dükkanında bir tilla. Göç İntizar Tarla Bazarı'da 16 tilla, Abdülhamit dükkanında 17 tilla. Lekin göç ne kadar? Mehmet 1 kilo almakçı, Samet 2 kilo, Rana 1 kilo almakçı. Her kaysının aldığı muhtarı okşamaydı. Lekin biz har qaysisiga Mehmetga, Samatga, Ranaga qanday qaysi do'kondan olsa, mushularni har qaysi mahsulotlarni shular pul tejab qoladigan maslahat beramiz. Mushu dal biz o'rganayotgan siziqli algebraning ta'limlari orqali ishlamaymiz buni. Masalan, birinchisi Mehmetning olgan almoqchi bo'lgan mahsuloti bilan uning intizor Tarla bozoridagi bahasini ikkisini qo'shsa qancha pul ketadiganligini. Masalan, sopundan 6 ta olmoqchi ekan-ku. 6 ta ko'paytirilgan bahasi qancha? 1,5 tilla. Qo'shimiz ikkinchisi üzüm 5 kilo. Buning bahasi ko'paytirilgan İntizar Tarla Bazarı'da 2 tilla shunaqa. Mushunga o'xshash alma 3 kilo. Bahasi 5 tilla alma qiymatgina. Go'sht 1 kilo. Bahasi 16 tilla. Shunaqa. Buni qo'ysak qancha chiqadi? 50 tilla bo'ldi. Endi Mehmet yana İntizar Tarla Bazarı'dan mı Abdülhamit'in dükkanında yapası. Yani o'xshash qanda 6 kilo 6 tal sopon bahasi ko'paytirilgan 1 tilla. Qo'shimiz üzüm 5 kilo ko'paytirilgan Abdülhamit dükkanında 2,5 tilla shunaqa. 2,5 tilla qo'shimiz alma 3 kilo olmoqchi bo'lgani. Abdülhamit dükkanında almaning kilosi 4,5 tilla. Unkin go'sht Abdülhamit dükkanında necha pul? 17 tilla shunaqa. Buning yig'indisi qancha oldi deganda qo'ysak 49 oldi. Ya'ni Mehmet Abdülhamit dükkandan ash o'zi kerakli bir narsa olsak 49 tilla hajlaydi. İntizar Tarla Bazarı'da asqanda 1,5 tilla 50 tilla hajlaydi. Endi biz mushuning hammasini qanday? Hammasini mush hukmlar bor. Mesela qancha tal oldigan 6, 5, 3, 1. Mavi bahası. Shunaqa? Ma baha. Bu ne mesela? Ashu ta'limni yazsak, siziqli ta'limga. Bularninki o'zininki. Ta'limga silib ma 4 hukmininki. Bu ne? Biz hozir tanishmoqchi bo'lgan bir atalg'i bor matrix deb.
matrix deydi buni. Matrix deydi inglizcha. Matrix. Buni shu agar matematik o'rgangan bo'lsanglar bilasizlar buni. Matrix deydi. Bu nima deganda? Mushu Mehmetninki Sametning Ra'naning qanday? O'sha hammasining yig'inchoqlab mushni bir xarida desam, xaridago. Mushning hammasigini qo'shaplam qanday? Birlam ifodalasak, cho'ng tirnoq ichib 6 5 3 1. Mana men Mehmetninki qarasanglar 6 5 3 1 almoqchi bo'lgan shunaqa. Endi Sametninki qancha? 3 6 2 2. Ra'naningchi 3 4 3 1. Tirnoqni yapsaq, mana mushu, mana men xarida. Mushning o'zi bir matrix bo'ldi. Mushning o'zi qanday? Bir matrix bo'ldi. Endi bahoga yana bir matrix yazsak. Bahoga bir matrix yazsak. Buni yana ichib, tirnoq ichib 1.5 2, ma insert alı bazarınınki bahası. 5 16 1 ma ablımı dokundan 2.5 tılla 4.5 17. Bunu yaptık ha. Hem dikkat qilsanglar, bak tixqurlar yan tuqurninki dikkat qilsang bo'lmaydi. Chunki ma tixqur intizarninki. Ma tixqur ablimit tukundan shunaqa. Ama yan tuqur her shklisi bir o'xshash do'kondan mushu xaridarninki o'xshamagan mahsulotlarninki bahasini bilgili bo'ldi. Buni ham qanday qilmaymiz desak, buni qanday qila olamiz desak, biz mushu xarida bilan bahoni ko'paytsak, ishki matrixni. Xarida ko'paytirilgan qanday? Baha. Bu qanday bo'ldi desak, bu mana mushunga o'xshaydi. Bahasini ko'paytibchi. Qo'shab. Buning tafsilotini biz keyingi darslarimizda o'rganamiz. Faqat birinchisi Mehmet uchun qanday? Intizardan 50 tilla hajlaydi. Abdulmut do'kondan qanday? 49. Mesela ma 50 qanday chiqdi desanglar, mesela ma baha bag'u intizarniki. Men yerda Mehmet bag'u 1.5 matrixni ashuna ko'paytamiz. Birinchi shu A1 X1 qo'shilgan A2 shu iliq bayon formula bag'u sistem ta'minot dalash 1 2 degan mushni ko'rsatdi matrixni. Ma'ni ko'paytib, ma'niga ikkinchisiga ma tixqurdikisiga ma yan to'qurni ko'paytib hammasini qo'shsak mana mushunda. Mush altida qanday 50 chiqdi. 49 mi o'xshash shu yo'nalishda. Mana bu kim uchun? Mehmet uchun. Endi kim keldik? Samet keldik. Samet o'xshash usullarni hisoblsak, Samet insert alı bazarda necha pul hajlaydi desanglar 58 ta 50 tilla hajlaydi. Ashuni qo'shsanglar aynan chiqadi. Abdulmutning do'kondanchi 61 tilla hajlaydi. Ra'nachi Ra'na 43 ta 5 tilla hajlaydi. Insert do'kondan, Abdulmut insert alı bazardan, Abdulmutning do'kondanchi 43 ta 5 tilla hajlaydi. Endi biz mana mushu bizningki o'rganmoqchi bo'lgan yana matrixdan mushu umumiy baho, umumiy chiqimdan qanday bularga maslahat beramiz. Masalan, Mehmetga maslahat bersak, Mehmet nega berish kerak? O'zi olmoqchi bo'lgan narsalarni Abdulmutning do'koniga berish kerak. Chunki bir tilla oz hajlaydi. Shunaqa? Bir tilla deb qoldi. Samet
almoqchi bo'lgan narsani intizorni hozir berish kerak. Bu 3,5 tillat deb qo'la oladi. Ranacho. Rana qaysi bas baribir. Chunki ishkilisi o'xshash bo'lib qoladi. Mana bu siziq algebraning o'rganishimizdan amaliy qo'llanchalik bir qismi bu. Intayin bir oddiy bir qismi. Bugungi darsimiz mushagacha. Agar tushunmagan nuqtalar ostiga inkas shaklda qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.